Jannatim onam. Negadir bugun barcha ishlarimdan xoli qolgan paytim meni siz haqidagi xayollar quvdi. Aslida sizni o'ylamagan kunim yo'q. Bilaman, sog'inchlarimga sabab ham sizdan olisdaligim. Erkak kishi bo'lganim uchun balki doim ham og'iz juftlab ayta olmasman. Ammo bugun botindagi gaplarim ana shu video tasmada aks etishini istadim. Yozuvchi qizga siz haqida aytib berarkanman, bexos bolalik xotiralarim ko'z oldimda xuddi video tasmadek gavdalana boshladi. Bilaman, g'o'r vaqtlarim hamma bolalarniki kabi to'kin kechmagan bo'lsa-da, otamning vafotidan so'ng yolg'iz boshingiz bilan o'zingizni o'qqa cho'qqa urib ishlab, bizni hech kimdan kam bo'lmasin deya ulg'aytirdingiz. Otamni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Men hatto o'tmishimni hammaga aytishdan uyalmayman. Esimda azbaroyi yetishmovchiliklar sabab durustroq ovqatlanishning ham imkoni bo'lmasdi. Nolisam gunoh bo'lar, ammo o'shanda sizni qiynalayotganingizni ko'rib, ko'nglimga qattiq bir maqsad aralash kemtik joylashib olgandi. Doim xayolimni tezroq katta bo'lish fikri band etar, siz va ukamni tezroq farovon hayotda ko'rish istagi menga tinchlik bermasdi. Esingizdami, tengdoshlarimning hammasida telefon bo'lgani uchun menga ham olib bering deb tixirlik qilganimda mendan rosa ranjigandingiz. O'shanda maktabda o'qirdim, bola edim-da. Hammasi uchun meni kechiring, ona. 7 yoshlik vaqtida otasidan sag'ir qolgan Fayzulloni vaqt san'atga oshufta etdi. Turli san'atkorlarga havas qilar va oynaga qarab ularga o'zimcha taqlid qilishga urinardim. Bu qiziqishlar meni san'at sohasining aktyorlik yo'nalishida tahsil olishimga sabab bo'ldi. Bilaman, onajon, ijtimoiy tarmoqlarda parodiya janridagi videolarga kuzatuvchilar tomonidan kelgan ba'zi izohlardan ham ba'zan ichingizdan ezilasiz. Siqilmang, meni qoralayotgan insonlar bizga suyanch bo'la olmasligini ham o'zingiz yaxshi bilasiz. Bugun sizdan bir muncha yiroqda ekanimning boisi ham durustroq pul topib, hamma niyatlaringizni ro'yobga chiqarish aslida. Qiziq, ota uyingizdan barvaqt uchirma bo'lganingiz uchunmi bilmadim. Bolaligimda sinfdoshlarimning onasi bilan sizni doim taqqoslar va ichimda mening onam yosh, go'zal degan faxrlanish hissi bo'lardi. Bugun esa vaqt yuzingizga chizgilar chizayotganini, sochlaringizga esa asta oq oralayotganini ko'raman, yuragim eziladi. Balki men risoladagidek farzand emasdirman. Ammo siz dunyodagi eng yaxshi onasiz. Siz qancha qiyinchiliklar va mashaqqatlardan o'tdingiz. O'zim ana shu zinapoyalarga oyog'im yetganda bu mashaqqatlarning yuki naqadar og'ir ekanini ulg'ayib payqayapman. Hayotimni va qilayotgan ishlarimni, yuzimdagi tabassumni ko'rgan insonlar meni juda baxtli deb o'ylashadi. Ammo ish yumushlarimdan xoli bo'lgan vaqtim shiftga tikilgancha siz haqida o'ylay boshlayman. Qishloqdagi oddiygina hovlimiz, siz yopgan issiq nonning isi va hovlimizga ko'rk berib turgan odmigina qiyofangiz ko'z oldimdan sira ketmaydi. Esingizdami, har bahor buvijonim sumalaklar pishirib berganda ro'zg'orga 3-4 so'm bo'lsin deb havo sovuq bo'lishiga qaramasdan ularni sotib uyga qaytardingiz. Shundanmi bolaligim kechgan hovlini sizsiz tasavvur qila olmayman.
Doim bir gapingiz qulog'im ostida jaranglayveradi. O'g'lim, sen to'ng'ich farzandsan. Orangizdagi ahillikni saqlaydigan ham, ukangga namuna bo'ladigan ham sensan, toki mendan keyin oqibatingiz yo'qolmasin. To'g'ri, bu gaplarni aslida har bir ona farzandiga aytsa kerak. Ammo bu gap qandaydir sizni yo'qotish hissini bergani uchun gohida juda ham qo'rqib ketaman va Allohimdan sizga uzundan uzoq umr so'rayman. Shukrki, bugungi kunda maqsadimning bir qismiga, aniqrog'i ukam Dilshod o'z niyatiga yetdi. O'zi sevgan kasb-u korida ishlashga muvaffaq bo'ldi. Uzundan uzoq duolari va bizni qo'llab-quvvatlashlari ila hayotimizda alohida o'rin tutgan yana bir inson borki, bu bobom. Bilaman, kechagina bizni shaxtam qadamlari bilan o'ynatib yurgan bobom Alloh bergan dard bilan kurashayotgan, to'shakda yotib qolgan bir paytda yoningizda emasman. Ammo Yaratgandan har kuni tuzalib ketishlarini so'rab duo qilaman. Ayajon, sizlarni har kuni ko'ra olmasam-da, yaxshiyamki telefon orqali holingizdan xabar olish baxti bor. Balki biroz kulgili tuyular, balki ishonmassiz ham, ammo ko'p siz haqda o'ylayverganimdanmi bilmadim. Bot-bot tushlarimga ham kirasiz. Bir narsani bilishingizni juda istardim. Fayzullo o'g'lingiz ehtimol eng kerakli damlarda yoningizda emasdir. Ammo siz bilan bog'liq maqsadlarim meni bu yerda ushlab turibdi. Do'stlarim ayasini umra ziyoratiga olib borganini eshitib, men ham shu maqsadni dilimga tugib qo'ydim. Alloh nasib ro'z aylasa, o'g'lingiz bilan hali Ka'batullohni ham tavof qilasiz. Ayajon, agar menga siz uchun jonni berish taqdir qilinganda ham, men kiprik qoqmay bu qismatga rozi bo'lardim. Ro'mollari yuzidan rang olgan jannatim o'zimning. Sizni sog'indim. Sizni juda yaxshi ko'raman. Boshingiz uzra qorga aylanib, sochlaringizda erib ketsaydim va ohista yerga cho'kkalab, poylaringiz tavof etsaydim. Shabbodadek tegrangizdaman, armonlaringizni quvgum bor ona. Yomg'ir bo'lib yuzingiz silab, yoshlaringiz yuvgum bor ona. Bugun sizni quchib erkalab, yana sizni suygum bor ona. Dildora, cheksiz mehr ila sizni sog'ingan o'g'lingiz Fayzullodan. Dilim berganlarim dilimdan yiroq, ko'ngil tutganlarim zimdan begona. Mendeki bo'lmagan osmonu tuproq, faqat siz qoldingiz men bilan ona. Faqat siz qoldingiz men bilan ona. Yuzda jin fursatdan ijod, ko'ksingizda dard shunda ham biz yor. Onam yoshin to'ktirma hayot, axir onam ko'zida men bor. Axir onajonim ko'zida men bor. Munisam xokisor onam, odamdan yodgorim onam. Yo'llarim yoritguvchi shamchirog'im, ko'ksimda tumorim onam.